Metodik tavsiya live YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bu YouTube kanalda faqat o'qituvchilarga kerakli bo'lgan narsalar o'rgatiladi. Masalan, ustama bo'yicha yoki ommalashtirish, har bir ustoz o'zini ishini ommalashtirishni xohlaydi. Ya'ni respublika, viloyat bosqichlarida ommalashtirish tartibi qanday bo'ladi? Buning uchun nima qilish kerak? Respublika darajasida ommalashtirish uchun qanday tartibda yoki qanday ko'rinishda metodik tavsiya, qo'llanmalar tayyorlash kerak? Bularni barchasini mana shu Metodik tavsiya live YouTube kanalida o'rgatib boramiz. Ushbu kanalda har birini qisqa darslar qilib joylab boraman. Qanday qilib noldan boshlab qo'llanma, tavsiya, bular nima, ikkisi qanday narsa, hamda ularni tayyorlash, qanday qilib yuqori ball olish, qanday qilib respublika darajasida chiqish va mezonni qanday qilib baholaydi. Undan tashqari 7, 5, 4K Singapur metodlari hamda boshqa metod, modullarni ko'rib chiqamiz. Shularni birma-bir tushuntirishga harakat qilaman. Iloji boricha mana shu videoni tagida savollaringiz bo'lsa yozib qoldiring. Ushbu video savollar uchun mo'ljallangan. Ya'ni savol-javob videosi. Shu videoni tagida kommentariyaga yozib qo'yishingiz kerak. Masalan, savolingiz bo'lsa, 7 modeli qanday va uni afzalliklari nimada deb yoki nimalardan iborat, ichida qanday metodlar bor, qanday narsalar ishlatsak bo'ladi unga mos, 5 dan nima farqi bor, shu kabi savollaringiz bo'lsa bersangiz, o'shalarni har birini inobatga olgan holda video darslar chiqarishni boshlayman. To'liq o'rgatgan holda. Shu orqali maktabda darslarda ham qo'llasangiz bo'ladi bularni yoki ochiq darslarda hamda mana shu metodik tavsiya va qo'llanmalarda ham qo'llab ketsangiz bu yangilik sifatida bo'ladi. Endi 7 hozir mashhur bo'ladi yoki keyingi yil mashhur bo'ladi. Hozir 5 endi odamlarga kirib kelyapti 5. Shuning uchun biz 5 ham 7 lardan foydalanamiz. Xullas, savollaringiz bo'lsa shu video tagida yozib qoldiring. Biz albatta qo'limizdan kelgancha video darslar qilamiz, yordam beramiz. Bundan maqsad, bu YouTube kanaldan ochilishdan va darslardan maqsad o'qituvchilarni bilim darajasini oshirish hamda tushunchalarni, ya'ni bu ommalashtirish nima o'zi degan tushunchalarni aniq va to'liq o'rgatishga harakat qilyapmiz. Ertaga ular ommalashtirish, qo'llanma, tavsiya nima ekanligini bemalol ajratsin, bemalol o'zlari ham ishlay olsin, qo'ldan kelgancha respublika darajasida ommalashsin, 15 ball olsin, ustamaga sertifikat olsin. Ham bu maktab uchun ham obro', o'ziga ham hamda ustamadan foiz oyiga qo'shiladi, oylik maoshiga, har tomonlama bu kerak ustozlarga. Bu qo'shimcha bilimni zarari yo'q. Shu sababli savolingiz bo'lsa yozib qoldiring pastda. Iloji boricha videolarga like bosing. Bu like'lar bu videolarni topga chiqaradi hamda sifatini oshiradi, ya'ni YouTube'da o'z o'rnini egallaydi bu o'qituvchilar uchun. Bemalol o'qituvchilar internetga yozgan payti, ya'ni YouTube'ga yozganda qanday qilib metodik tavsiya tayyorlash yoki boshqa savollar yozgan payti mana shu kanal va mana shu videolar chiqib keladi hamda o'rganadi ular ham. Savollarni kutamiz.